Assalamu alaykum xalifa aliylari. Va alaykum assalom va barakat. Nima ma'lumoting bor? So'zla. Sobiq Yasovul bek haqidagi qozi qalamning hukmnomasini olib keldim aliylari. Xiyolimga kirib baxmagan edi. U Makkar o'zini doim samimiy va ma'sum qiyofatda ko'rsatdi. Afsus. Oxir tegishlik jazosiga tortildi ata. Yana bir muhim ish. Yasovul bekning o'rni bo'sh qoldi aliylari. Bu masalani o'ylashyotgan. Uning o'rniga munosib keladigan bir nomzod bormi? Menimcha Yasovul bekning bosh yordamchisi Eshman bu o'ringa loyiqmikin aliylari. U bu vazifaning uddasidan chiqalamdi, ishonchlikmi? Menimcha shu loyiq ata. Siz shu vazir qalan. Menimcha Eshman intayin ishonchli, keskin, dodli Yasovul. Yana kelib, yeshining kichikligiga qaramay, pam farosatli yet. Yesh kichik bo'lsa-mu, o'zi chechan, tirishchan bo'lsa, menimcha u bu ishni cho'qim qilib ketalaydi. Shunda qasam qilamanki, berilib ishlayman. Al-avomning jinini, melini jon tikib qo'g'dayman. Gunohsiz birsiga zulm qilmayman. Ojizlarning yanida bo'lib, haqqoniyat uchun jinimni pido qilishga har vaqt tayyor turaman. Allah madad bersin. Yasovul bek. Yaxshi ishlang. İltifatlarga ishqallar. Ola, Doniya, suv ichgin. Nima ish bilan keldingiz qizim? Bir ish uchun kelgandim ota. Qayni ayting. Inbihar. Nima bo'pti? Yasovul bekning xonimi Inbihar necha rat kelib ko'z ish qildi. Odamning ishini og'irtib. Nima ishqa? Yasovul beki gunohsiz deb. Men uni gunohsiz deb o'ylayman. Yasovul begining sodir qilgan xatolik emas, og'ir jinoyat. Buva, Yasovulning qizini aytib bermamdilar. Kechdi qaytganda aytib beray qo'zam. Berib o'ynayvering. Bichora ayolga ichim og'riyotdi. Yasovul begining o'ziga ish og'irtish kerak edi, ammo u unda qilolmadi, qizim. Ular ichim og'rib, rahimdiligim qo'zg'alib ketdi. Biz musulmonlarning ichida payg'ambarimiz eng rahimdil kishi edi. Sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz qizim Fatima o'g'irlik qismi albatta uning qo'lini kesiman deyish orqali qonun oldidagi barobarlik va odillik prinsipini kuchaytgan. Bo'ynim bo'lib ketdi endi. Boshqachalar. Bo'ynim bo'lib ketdi endi. G'alit puratidi u. Odamning ko'nglini ilashtirib. Tamommi? Boshqachalar. Buzilib qopti emasmi? Nim bo'ldi Miftoh begim? Kimga so'zlayapsan, ha? Kim o? Yasovul Eshman? Zindan ko'zingni ko'rqqa o'xshamamdi. Ko'zingni yo'g'aroq ichib, obdarroq qara. Men Yasovullam emas, yana baglik ko'stirildim. Yasovul begi bo'ldim da. Hayron qilyapsan-sa? Mana endi hammamiz o'z o'rnimizni topdik. Yangi mansibingga muborak bo'lsin. Mansab tutgan kunlaringda ko'paymoqchi bo'lgan o'g'ri qaroqchi qo'ymichilarga muborak bo'lsin. Meni zangli qilishga petnyotamsa, haddingdan oshma. Yana nima qila olaydim? Bu kamerda yolg'iz o'ltirib, umoch ichib, qattiq noyib o'tyapman. Buningdanmi og'ir kun bormi odamga? Ha? Seni yo'qlab kelgan guna o'zimda. Yaxshilikni bilmaydigan nima ekansan? Yaxshilik? Yaxshilik. Mening bu altimni
Tamasha qil kelgan bo'g'itning tayinliq. Ha, qani ko'raman mana. Meni yolvordi deb ham xiyol qilma. Endi o'ris aholisini qissini aytib berala buva. Zalim podshoh Terkuzning payg'ambar Hanzalani o'tirgan yeri kelgan do'qata. Botil haqiqat ustida g'alaba qildimi? Qissning davomini anglab, ondan bir narsa denglar. Shuni unutmanglarki, zalim hokimiyatning umri qisqa bo'ladi. Adil hokimiyat qiyomatgacha davomlashadi. Payg'ambar Hanzala ishongan kishilar payg'ambarga qilingan suiqasdni bilgan bo'lsa-mu, ular ojiz va soni oz edi. Tez bo'ling, sho'lin. Kiyim-kechak, oziq-tulik elib oldim dada. Oziq-tulikni qo'ying, payg'ambarimizning yeniga darhol berib, uning qichishiga yordamlashmasak bo'lmaydi, qizim. Bizmi uning basi bilib berib, uni jinimiz bilan qo'g'dayli. Uning bilan hayot mamatda bilib bo'layli. Voy puton, midiliyam mavatiman. Siz oldimni mang'ashtiring. Tez bo'ling. Sizni yolg'iz tashlab qo'yolmayman ota. Ben deganda qiling. Payg'ambarni qo'g'dash hammadan muhim. Tezman, qoch bo'ling. Uni qandoq tutib oldi? Qo'shqisi yo'q edi. Allohning taqdiridan qochib qutulib bo'lmaydi. Davat qilish yo'lda o'lish eng sharaflik dedi. O rastilla ulug' payg'ambar. O, muqaddas qarg'ay qarshi chiqdi. Daraxt butunlay qurib o'tin bo'lib ketdimi yoki yana ko'klarmi? Ey xaloyiq! Hanzala bir sehrgar. O bizni sehrlamoqchi. Sehrgar? Shundoq. O ilahlarimizni sehrlab, bizni o'zining ilohiga cho'qindirmoqchi. Uning hargiz aldanmayli. Bizning ilohlarimiz mushundoq osonli sehrlanadi. Ey xaloyiq, shohimizning so'ziga quloq solinglar. Muqaddas daraxt sizlarga g'azab qildi. Sizlar Hanzalaning ilohimizni haqorat qilishiga yo'l qo'yganinglar uchun muqaddas daraxtning go'zalligi yo'qoldi. Ey muqaddas daraxt, bizga rahim qilsizlar. Qayt ko'klab baslar. Menimcha o Hanzala sehrgar o'xshaydi. Muqaddas daraxt cho'qim bizda g'azablangan gap. Tinchlaninglar. Quduqqa olinglar. Uningga Hanzalani ko'mayli. Uning osti qiynalib o'lganini tamasha qilayli. Tamasha. Buninglar tez. Tezroq bo'linglar. Bu cho'ng nolaning nima foydasi bordi? Ko'rmas. Kutib tursizlar, hozirla bilib qolinglar. Men faqat tushunmayapman. Bu shohimiz Terkuzning farmoni. Vaqti kelganda hammani bilib qolinglar. Yarish begim. Charchab o'layli dedim. Qarab baqayli. No daryoning tagiga o'rnashdimi yo'q? Bu misli ko'rilmagan qaltisish bo'ldi. No ichidagi suvni kuchab tortinglar. Ammo buning bir necha kun vaqt ketadi oliylari. Oliylari neymiş bo'layotganligini bilsak bo'ladimi? No ichidagi suvni tatib bikalab bo'lgandan keyin dengizning tigini bir kishi siqqidek qo'laymiz. Hanzala ibn Safvan siqqidek demakchi-mi? Oliylari.
Başqa kim bo'lmoqchidi? Kechirsizlar oliylari. Nemishkim buncha bola avar bo'limizkin. Uni texmo qattiq qiynash uchun quduqning tagida suv bo'lmaydi. Ustidan daryo eqiyotgan bo'lsa-mu, u suv ichamay ussizlikdan o'ladi. Podshohimiz donadur. Oy! Oy! Oxiri tugatdik. Qaravullo Hanzalani quduqqa tashlab, ustini cho'ng qoram tosh bilan itib etdi. Yuringlar, podshohimizni ham bizning sharifimizga bergan ziyofatiga berib kelaylik. Soğuğu sehrep taşlı medeniyet bakayımkin. Onda qilmisizlar. Erler Peygamber Hanzala Allah o'zinglarni halok etkishtirishga buyurmaydi degan. Küçümden iti çıkıp bakay. Foydasi yo'q. U bek cho'ng qoramtosh. Medirlitish mumkin emas. Necha odam aron ko'tirib qo'ydi. Vay murabbim. Deryanın tigide karanlıkta neyim bulup ketken la? Qalbidagi imoni uningga xotirjamlik bag'ishlaydi. Bu insonlar ustidan qo'l keltirgan cho'ng g'alban bo'ldi. Ular Allohning payg'ambarini o'ldirdi. Men talab qilmasam-mu, sizlar o'z ixtiyorliginglar bilan ma'qul bo'ldinglar. Buni tabriklab qo'yay. Qalbimizni tabriklab, ilohlarga qurbonlik qilinglar. Ichib yayrab, ko'ngil ichinglar. Tabriklaylik. Quduqning tegidan Allohning payg'ambarining mono duosi anglanibdi. Ey Allah, qanchalik tar joyga solinib qolganligimni, qanchalik qiynalganligimni o'zing bilasan. Ojiz va chorasiz bandanga rahim qil. Payg'ambar Hanzala o'lish oldida bunday duo qildi. Ey Allah, menga rahim qilgaysan, jinimni tiz og'aysan, duoyimni darhol ijobat qilgaysan. Sendan boshqa iloh yo'q ekanligiga guvohlik beraman. Sendan boshqa ibodat qilishga loyiq ma'bud yo'q. Yot so'roqni nim bo'lganda qarab beqma qizim. Can üzüptü ata. Erning derdide alam yutib tugat ketibdi. Allah onun rahim qilib, zolimlardan qutqizibdi. Sabr qilaylik qizim. Mağayli ata. Peygamberimizning qiyinchilikda qolsanglar hijrat qilinglar degan so'zni unutmayli. Allah'ın zimini kengre qizim. Ey Allah, bizni haqiqat ustida vafot topqizgin. Bizni solih bandilaring bilan billa hashr qilgin. Allah Taala bir hadis qudusda Jibril alayhissalomga xitob qilib bundoq degan. Mening fursat berganimga oldinib, mendan boshqasiga ibodat qilib, payg'ambarimni o'ldirganlar mendan qochib qutulolmaydi. Men cho'qim menga qarshi chiqqanlardan va azobimdan qo'rqmaganlardan intiqom olaman. Bo'ron chiqyapti. Qutqizinglar! Do'zax o'tib qutqizinglar! Bizni qutqazgin, ey muqaddas daraxt! Daraxtni kuyib ketyapti, ko'mayapsan, u hamoqat. Qaravullar! Meni qo'g'dab kelinglar! Bulinglar! Yo'qol, o aljigan qeri. Bedenim sudak erib ketyapti-da. بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
Sadaqallahul azim. Ulug' Allah rost aytadi. Ola qildik degan negen gap u? Ular o'tda mistak erib, azoblanib o'lib ketgan. Bu ularning halokati bo'lgan bolalar. Ey Allah, azobingni saqlag'aysan. Kofirlar shu azobga tegishlik. Allah'ın peygamberi enzelege içim ağrıdı bu. Peygamberler ahiretde Ali Firdevs cennetlerde boludu. Ölüm ular için dünyadaki dişvarçılıkka verilgen bir mukafat. Allah'a itaat kılalığının meyvesi. Cuma gün okuladigan ey Allah hayatımızı yaxşılıqni ziyoda qil. Ölümni her yomonlikdan qutulgan rahat qil degan duoning ma'nosini endi tushundim buva. Amin. Amin. Aferin balalarım. Sizlarga yeni qissa so'zlab beraman inshaalloh. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kılganğa su tenligen Ah köngüllenik kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da Var hakkında İslam Dağlar yer başını İzmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kurru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz qilib kök uçar Ağlar yer başını İsmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni